Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan Shoha Minecraft. Sizlar bilan Shoha Minecraft. Bugun biz Nether upgrade mod bilan o'ynaymiz. Nether in the forest mod bilan. Bitta Netherga Nether narsalar qo'shilgan. Bu yerda esa Nether toshlar. Daraxtlar ham qo'shilgan, bu daraxtlar qo'shilmagan ekan. Yaxshisi Netherga boramiz. Mana shu yerda qishloq bo'lishi kerak edi. Qishlog'ini ham topaylik. Agar bu templda olmos chiqsa, sizlar obuna bo'lasizlar. Bu hech qanday modlarsiz mana. No, my hotspot. No, my hotspot. No, my hotspot. No, my hotspot. Mayli. Ko'rganingizdek men o'sha cappuccino assassino degan skinimdaman. Chiqamiz tepaga. Men aslida portal qurishda yaxshiman. Men hozir portal masterga telefonni topshiraman. Faqat u gapiradi. O'rganib olinglar. Dostana portal master ekan. Portal master. Dynamics upgrade endless void deb yozilgan. Aytib qo'yay, bu birinchi mod. Biz Netherga ham tushib oldik. Endga ham tushib oldik. Endi biz Ender Dragon'ni o'ldirishimiz kerak. Vaqtimiz qoldi. Mana bu portallarni tashlayman. Negadir qo'l animatsiyasi bo'lmayapti. Lekin hech nima qilmaydi. Veramiz. Aytib qo'yay, bu hozir birinchi mod. Negadir mana endi bizga nima kerak? Enddan tushadigan yana paydo bo'ldimi? End olamiga olib boruvchi buyum kerak. Teleport. O'yinda qanday? Ma'qul bo'lmaydi. Balki 100% qayta tiklanar. Qayta tiklanmayapti. Men nima qilib qo'ydim? Men ahmoq. Ender Dragon'ni boshqatdan tiriltirishim endi yana. Ender Dragon'ni boshqatdan tiriltiramiz menimcha. Yana buni xohlamagan edim. Keyingi o'ldirsam videoni boshlayman.
Xo'sh, obunachilarni boshqatdan qilib oldim. Shunchaki kiraman bo'lsa mana Ops, teleport bo'ldi. Qayerdan? Endi teleport bo'ldik. Xo'sh. Endi biz oddiy qanaqasiga oddiy. Bu oddiy bo'lmasligi kerak. Bitta bu moblar harakatlanib yurishi kerak. Ana shu 4 ta mob. Aytgancha sizlarga moblarni ham ko'rsatmoqman. Mana bu moblar mob turi bor. Mana bu mob turi. Zili mob turi. Va ko'z mob turi. Endi ularga qarshi bittagina vardim qo'yamizda o'yinni tugatamiz. Vardim. Mana top ikkinchi mod. Men aldimda videoni pauza qilib hech nima qilganim yo'q. Shunchaki oddiy olamga qaytdim bo'ldi. Buni spawn bo'ldi. Bu mod qanday deb o'ylaysiz? Bu mod qanday deb o'ylasangiz kommentariyga yozib qo'ying. Baribir ham men bu modni ko'rsataman. Tadam, bu g'isht. Tuxumlarda esa ajoyib qurilmalar. Birinchisi shop. To'rasiz spawn bo'ladi. Xo'sh, mana bu modni sizlar imperiya qurishga yoki imperiya qurishga ishlatasizlar faqatgina. Yoki savdogar bo'lish uchunmi? Savdogar hayoti degan videosingiz ham bo'ladi. Bu esa buning ichida qanaqa blok bor deb o'ylaysiz? Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozing. Buning ichida olmos blok bor. Oltin o'g'irlab ketyapti bular. Keyingisi esa ikkinchi do'kon. Xo'sh, bu do'konning sal kattaroq versiyasi desak bo'ladi. Yo'q, do'konning kattaroq versiyasi ekan, rostdan va sal o'zgargan. Salgina. Shop 3 ham bor bizda. Xo'sh, qo'yamiz. Bu ham hozir o'zi yo'q bo'ladi. Va bu tarafdan spawn bo'lib turadi. Juda ham bu barga o'xshadi menga. Barlar bo'ladi-yu. Bu yer menga xuddi shunga o'xshadi. Va bu Big Hood. Hozir mana bu askarlarning uyi. İçinde shuncha narsasi bor. Big Hood degandiki bu. Big Hood ne bu? House. Uchadi. Bitti. Eshik, darvoza, yana eshik va ikkinchi etaj. Boya uydan farqlamas ekan. Va bu yerda keyingisi tren. Lekin bu zo'r narsa. Ko'ryapsizlarmi? Bu ham uyni o'rnini bosadi, ham bu imperiya
sizlar uchun kerakli narsa. Vaqtinchalik baza. Askarlar bilan. Bunisi dekorativ. Dragon. Bu axir arena deb yozish kerak edi. Qasr. Azmasini qo'yib qo'ydik. Shunda ham jon ketardi buni. Qasrdan esa qasr. Bu minora chaki. Bitta taxt, tagida temir blok, tepa. Bloklarni sindirib kerak. Va bitta ham olmos. Bitta olmos hamda oltin bor ekan. Va bitta narsamiz tugadi. Ozgina narsamiz qoldi. Biz bu yerdan chiqamiz va oxirgi narsalarimizni olamiz. Spawn hood. Qaqtinglarcha. Bularni olib qo'yganmiz shu narsalarni. Bu boyagi xuddining binosi. Bir kishilik. Bu yerda necha kishi bor? Kishi jang qila oladi. Bu supermarket bu. Market. Mana market. Supermarket emas, oddiy market emas. Marketda har safar ishlatgan narsamizni qo'yamiz va mana ikkalasini hali berishmadi. Bu chodir. Balon ko'rsatay o'zim sizlarga. Mana ichida chodir. Bir kishilik sharoiti bor. Buni bo'mish holatida ishlatsangiz bo'ladi. Va bu bir so'nggi qolgan narsamiz mashqada bu ko'rganingizdek qasr emas, qamoqxonacha qafascha bu mahbuslarni solib qo'yadiyu bir kishilik qafasga bu o'sha qo'yib yuboring, mening nima aybim bor deysizlar bu yerda turib. Va bu ikkinchi mod shulardan iborat edi. Uchinchi mod. Aytib qo'y. Men ozgina modni ko'rsatdim. Videolarni sal kamroq vaqt qilaman. Agar o'tgan safar artifakt kartasida kuchamiz survivalni ko'rgan bo'lsangiz, u telefon uchun edi. Men telefonda o'ynayman va ikkinchi mod. Ko'rdingizmi mening yuzimni? Boyagina ko'rsatgan rasmni ko'rib xayolingizga nima keldi? Men u rasmlarni chizishimmi? Ularni men sotib olishimmi? Agar sotib olish bo'lsa to'g'ri topdingiz. Men ularni chiqartiraman. Keyingi modimiz. Bizning keyingi modimiz hozir ko'rsataman. Alohida ajralib turuvchi bloklar modi. Ular shunday bloklarki, uni ishlatishga bir narsa qilishingiz kerak. Uni qo'yishingiz ajralib turadi. Ajralib turishiga sabab hech qanday qobiliyati yo'q. Lekin qaysi bir haqiqiy, qaysi bir soxta o'yini uchun bu bo'ladi. Sizlarga bu bizda redstone block, lekin connected deb yozilgan. Connected nima deganini bilmayman. Tuxumlarga hech nima qo'shilmagan.
Obyektda alohida connect narsalar va connectlar. Hammasi connectni qo'yib tushuntirsa bo'ladimikin? Buni ko'rganlar hammasini haqiqiy deb o'ylaydi, to'g'rimi? Balkim eslatmaylar. Farqi bor ekan. Hozir sizlarga farqlarni ko'rsataman. Bu yerlarni olib tashlaylik. Bu tomonda connect, bu tomon oddiy, bu tomon connect. To'xtating. Farqini ko'rib topalasizlarmi? Men uchun bularning farqi mana bu fikrlarga e'tibor beringlar. Farqi bor. Bu orqali haqiqiy blokni o'ynasangiz bo'ladi. Keyingi modga o'tib ketamiz. Ularning ajralib turishi faqatgina ko'rinishi. Keyingi mod. Obunachilar, muhim eslatma. Bu modlarda ba'zilar ishlashi mumkin, ba'zilar ishlamasligi mumkin. Oxirgi modimiz Happy modi. Unda o'yinga kirib olamiz va o'yinga kirgan vaqtda pauzadan chiqaraman. Hozir esa men kutamaslar, siz kutmaysizlar. Xo'sh, bu bizning oxirgi modimiz Happy modi. Mobs modi. Xo'sh, birinchi bu Happy Revenge. Deyarli narsa qo'shilmagan. Ikkinchisi Happy Wheel Skeleton. Bunga ham narsa qo'shilmagan. Keyingisi orada ozgina pauza bo'ldi va videoni davom ettiramiz. Boya ikkita mobni ko'rdingiz va keyingisi Happy Zombie. Mana bu narsalarni ko'ryapsizlarmi? Yoki mana bu. Bu narsa qo'shilibdi. Qolgan moblar happy bo'lmasmikan? Buni tashlab yuboramiz. Keyingisi Happy Smile. Ya, bu slime'ni qaranglar. Mana bu yuzini qaranglar. U bizga teginarmikan? Happy Victor. Bu Happy'ga ko'rinmayapti. Bu Happy Victor'ga o'xshamayapti. Keyingisi Happy Creeper. Bu rostdan Happy. Bu ham aytyapti. Obuna bo'ling deyapti. Ham obuna bo'lsangiz bu modlarni qayerdan topishimni aytaman. Bu Happy Zombie Zoglin. Bunda ham o'sha narsa qo'shilgan. Va keyingisi Happy Blaze. Klip turganimizni obuna bo'ling, like bosing va kommentariyaga xohlagan narsangizni yozing deyapti. Va to'xtanglar-chi. Oddiy Creeper va Smile Creeper. Xo'sh, va keyingisi bizda Happy Zombie. Happy Zombie'ga 10 dan 10 beraman. Va bu narsalarni yo'q qilib olganimizdan keyin crafting table va Happy kim deb o'ylaysiz? Kommentariyaga yozing. Happy Warden. Happy Wardenning yuzini qaranglar. Kulishini. Endi biz Happy crafting table. Happy table nimalar yozsa bo'ladi? Happy crafting table da narsa bo'lmaydi nima. Bo'pti, endi biz bu modni o'zimiz kerakli narsalar orqali survivalga o'tamiz. Survival rejimiga.
Moni. Limon. Yo'q. Oh. Moni. Limon. Bakın Sparta bo'laylik biz. Temir yo'q, mis yo'q, temir, qalqon, qilich va temir bosh kiyim. Va tepada turishimiz kerak biz. Hozirda kiyimni surib qilamiz. Yuboramiz. Sparta uchun. Bakın. Kutumurlar 60. Happy mood. Bak Happy vardan çekinir ki. Happy bolinglar. Happy bolinglar. Çüş kanatında çıkan zombi. İlk martda ko'rishim. Sizlarnichi? Yaxshilanib chiqqanim. Juda ham yaqinda chiqqan zombi. Ko'rdingizmi? Bu videoga nima qilib obuna bo'ling deb turibman. Yaxshimanki men buni videoga olibdi. Endi menga ishonadi do'stlarim. Bugungi video shulardan iborat edi. Obuna bo'ling, like bosing. Yaqinda emas, keyingi bir haftada, keyingi shanba kuni Roblox haqida video chiqarishga harakat qilaman men. Va uni o'zimning telefonimga go'zal telefonda rasm ko'raman. Video qolaman. Men telefonimni xotirasi o'tdi. Shuning uchun keyingi video Roblox haqida bo'ladi. Videoga like bosing, obuna bo'ling. Kommentariyaga o'zingiz xohlagan narsani yozing. To'xtanglar. Bir narsani unutibman-ku. Bir narsani aytmoqchiman. O'sha narsani esdan chiqib ketmasligi uchun, umuman esdan chiqib ketmasligi uchun hozir aytib qo'ying. Chiroyligina sochimni to'sib qo'ydi-ya bu. Naqsa. Videoga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyaga yozishingizni oldin muhim reklama. Siz YouTube'ga kirasiz va YouTube'ga Roblox deb yozasiz. Va pastroqqa tushirasiz. Avval shortsga kirasiz. Pastroq.
ancha pastroq. Deyarli ancha. Agar bu narsa ishlamasa, R'ni kattada qilasizlar. Mana robot. Pastroqqa tushiraverasizlar. Bir kanal chiqadi. Bu kanalni topsam o'zim sizlarga videoni fotodan chiqaraman. Qidiraverasizlar. Yana qidiryapsizlar. To'xtinglar, obuna bo'lganmidi? Ana, to'xtinglar. Bu shunchaki reklama uchun. Obunadan chiqib ketadi. Obuna bo'lasizlar. Bu Hey Clever Snake Puzzle aqlli o'yiniga kirasizlar. Salom hammaga. Bu sizlarni boshqa malidan ketadi. Yo'q. Boş deb yozamiz. Osh deysiz. Birinchi videoga like bosasiz va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yasiz. Va video tugadi. E'tiboringiz uchun